Tuğanlar, assalamu alaikum, hamaslarby bizning Baykelji kanalının görüşçüleri uşul sağını 128 mingge satıldı. Turpoğu erkek, mana ekan. Bizge katты alıp like'tan basıp qo'yingizlar. Buyursa bu videomuzda uşul cho'ng kichine süttü sağan uylar tartib chiqaramiz. No'g'at Aral mal bozorindamiz. Bugun chilo 26-avgust 2026-yil. Sodamning abdan qizigan yerlar. Tuğanlar, qarangizlar. Sağandar tartib chiqaradi. Bir setde ma'lumotlarni beraylik. Na'umda qancha oldu? Buna qancha oldu? 145 berdi. 145. Turpoq erkek ekan ha? Iki tish. Turpoq erkek, iki tish ekan. 145 ming oldu. %45 oldu. Kim oldu? Şef qancha oldu aka? Satıldı mı? Qancha? 39 yarım? 139 yarım mı? Turpoq erkek. Arzon aytib qo'ydi u. Uyning yoshi qanday ekan? 139 yarım. Uş. Kimde arzon bo'libdi? Ana ol cho'ng kimdan ekan ha? Sütü bor ekan, biroq turpog'i yo'q. O'zi yolg'iz ekan biroq. Qana o'yin yo'q bu? Ne oldu bu? Turpoq erkek. Qancha puli? 150. 150. Soda bo'ldi qancha bo'ldi? 35 qilishdi. 35. Qanchanchi balasi sütü qancha bor ekan? Tishi maydaroq. Tish mayda bosib qo'ydi. Sütü qancha bor ekan? 5-6 litr bor ekan. 5-6 sütü var dedi. 100 qancha o'rdaysiz? 100 qancha o'rdaysiz? 35 deysiz? 35. Ona cho'ng bilmadingizmi? Yo'q. Narx qalash? Kaçlar? Buna satıldı değil mi? Kaça oldu? 178. Turpoq erkek. Turpoq erkek. Kaçanchi bolasıken? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Sütü qancha var ekan aka? 7. Ha, yaxshi. Nasib qilsin, berekasini bersin. Olqonga da, satqonga da berekasini bersin, yaxshi. Görtasarınızı. Sizlerden mi? Yo'q, inshaalloh tega berib berasiz. 65 ber olib ketdi. Bunun balası mı? Qaysi bavolta dedi? Na bavolta bilmadingizmi? Na o'zida. Qaysi biri qancha bavolta? Ne oldu? Qancha? 73 ta. 73. Bir aylanib keladi. 73 tavuz deydi. 73 tavuz deydi. Ne güzel maçı aytqысы kelmedi. Assalomu alaykum. Turpoq urg'och ekan. Kam var? 150 kim var. Turpoq urg'ochi. Qanchasi bolasi ekan? İkinci olası. Ikkinchi bolasi. Sütü qancha bor deydi? 8 dedi. 8. Soda bo'ldi, qancha olib qo'ydi bozor? Soda bo'ldimi? Soda bo'ldi aka. Sodamiz bersin yaxshi. Turpoq urg'och erkak aka. O erkak ekan ha. Pul qancha ekan shef? 200 kim bor. Yosh qanday ekan uyda aka? 6 turibdi, ikkinchi bolasi. Sütü qancha bor deydi? 10 ta, yaxshi. Soda bo'ldi aka, qancha olib qo'ydi bozor? 75. Soda olib bersak ha? 175 soda.
Assalomu alaykum. Bular bo'z banguslar. Bu qancha aylik bo'z? Jaqinlar deymi? Most tiy bo'ladi. MT. Bular уже urilib qoldi. Bu MT. Bu yosh qanday ekan bularning? 4 tish bo'lsa kerak. 4 tish. Nolcha ekan? 6 tish. 6 tish. Pul qanchadan ekan bularning? 260 dan dedi. Qancha? 260 dan. 260 dan. 520 ming ko'p, ha? Nomer qoldiralishib. Qoldirib qo'yildi. Aytib 227 bilan 019 882. 019 882. 882. 5 qancha men dedingiz? 227 bilan. 227 million. Soda bo'ldi bugun qancha qo'ydi hozir? 95 dan berishdi. 395 ming degan soda bo'ldi. Anguska qiziqqanlar ko'ringlar. Bo'z ekan. 260 dan keyin bu bor deydi. Buni ol qarda qo'l qiydatgan, buni ol sal osrar ekan. 395 ming soda bo'ldi ekan. Bozma var. Boz. 6 ay yok. Qancha ekan bular? 200 kam var. 200 kam var. Kızsın. Buni yosh qanday ekan o'ydin? 5-chisini tuvat. 5-chisini. Boz. Soda bo'ldimi? Uzu salıp tekerip. Soda bo'ldi-ku. Oldu. Qancha berib qo'ydi bozor? Her kıl verdi. 160'dan 170 geçe. Sütü ham bor hozir. Yok. Sütü yo'q, ha? 160 dan har qanday baho berdi. Mana angustardı to'liq ko'rsatib qo'ying sizlarga. Eki angus. Qiziqqanlar nomerini oldik. Chalingizlar o'zingizlar. Chalib sulash ko'ringizlarchi. Turpoq erkek. Qancha baho oldi akalar? Soda oltov? 145. Yosh qanday ekan o'ydi aka? O'rta yosh. 145 baho oldi. Satıldı mı? 34 binde kep. Korkak erkek. Turpoq erkek. 134 binga satılıptır. Uydun yaş qanday ekan? Yaş qanday? Ruhi yaşı değil, yaş görünüyor. Ikinci balası. Çara uy tartap kettir ha. Eki çoğun şivi sağını gelip aldır. Bunun sütü 20, narkınıkı 25 ekan bu arada. Turpoqları bulda erkek, narkınıkı da erkek ekan. Köğün hazır 700 minge berip aytayotgan. Aytilish bahası bu 350 ming. Bunlar qancha dediniz? 500 dediniz mi? 500 ming. Turpoq bunu cho'ngib qoldi bundan. Ular yosh qanday ekan aka? 3-chi ballar ha? 20 litr 25 ha sütleri. Ular ham toza ashibizmi? Toza. Hozir qancha savdo oldi? 700 bo'ldi-ku? O 700 bo'ldi. 700 ga berilmaydi ata. Bu qayerdan keldi negizda? Ishekdan keldi. Nomeri qoldiraylik-ku. Balkim qiziqqanlar bo'lsa, bozoringizga kelib olsa sotiladi. Bo'lsa, aytib 54 menen. 54 menen 17 72. 17 72 hacı. Sodangiz bersin aka. O kıpram ötüyorsa Bo'ldi, shep. Hozir shu ikki uy son 700 ga berilib aytadi. Ikkita shiviz. Biroq chindiganda cho'ng uylar ekan, sütdü, toza shiviz. Turpoqlari o'kotan erkek. 3-chi baldari 20-25 litr sütleri bor ekan. Bunday to'g'anlar. Maşallah. Turpoq urg'achi. Qancha ekan bu ukam? Aldın mı? Общий ver. Общий da, mene bo'ladi. 300 ming ha. Kam var. Kemi bor. Soda bo'ldi-ku? He. Qancha berib qo'ydi bozor? 250 minge bermedik. 150 mingga. Sütü qancha var ekan ukam o'ydin? 15. Süt emasichi? Yosh qanday o'ydin? 5-chi. Молодец. Ochiqni aytding ha ukam ha? Erkek ekansan senchi? Uzuk.
250 ming soda oldu. Жақсы, содан берсін әукам. Torpoq urg'achi erkak mi? Erkak. Pul qancha ekan? Qancha puli? 150 Qancha? 350 mi? Puli. 350 ming. Yash qanday ekan aka o'ydin? 6. Ikkinchi bolasi mi? Ikkinchi torpoq. Shuti qancha bor? 10 sütü var ekan, inşallah. Soda qanchalik qo'ydi aka bozor? Bugun bozor baho berdi-mi? 280. Bu toza emebi? Toza Shivas, ha? Chetdan keldi. Nomer qoldirib ekan, ha? Balkim qiziqqanlar bo'lsa olib chiqadi. 53 menen. 59, 59, 89. 59, 59, 89 aka. Bo'ldi. Soda bersin aka. Shep qancha ekan pul aka? Qancha ekan puli? Bo'ldi. Mayli. Qancha bo'ldi aka? 250 ming ana. 250 ming. Turpog'i ne ekan ha? 250 ming. Turpog'i jatib olib turib ko'rinmaydi ekan. Urg'achi u deymi? 250 ming so'da o'tirgan, ushul berdi. Nima qilyapman? Men davay burishmadim-da sizga. Bo'lmasa 250 ol demaysiz. Shutidili yaxshilar bor o'sha. 250 ming so'da o'tirdi. Qisqasi. Turpog'i urg'achida ko'rdim men. 250 o'rnaydi. Bitta gap qiling. Mana 260 deyapti. Bitta javlat bilan so'zlash. Aslonaga bir silta. Nazardan bir o'tib. Aslon aka, shuni olavering bir 200 ming so'mga aslon. Bor baraka deymiz. Ona sotmasa men sotvoraman, bunga yana 10 ming qo'shib beraman. Qaranda bozor. Menga yana hurmat. Turpoq urg'achi aka? Yash qanday ekan o'ydin? 3-chi bolasi turpoq urg'achi ekan. Suti qancha bor ekan? 20. Maşallah. 20 litre sütü var ekan mana. 250 ming so'da bo'ldi. Qancha oladi? 250. Unamayapti. 250 ming so'da bo'ldi. 250 mingga sotilmay qoldi. Sodasi pishmay qoldi. Biz mana o'shanda videomizni jintiqdaymiz. Bizga qattiq like bosib qo'yinglar.